Qani. Oyog'ingizni qo'ying, bosing. Men jentelmenman, mayli bosur. Voy, sekinroq. Assalomu alaykum xonimlar va janoblar. Mana shunday tantanada barchangizni ko'rib turganimizdan juda ham mamnunmiz. Assalomu alaykum. Добрый вечер, уважаемые гости, дамы и господа. Мы искренне рады видеть вас. Мы рады приветствовать вас в этот долгожданный и желанный вечер. Добро пожаловать. Voy, onasi tuzroq kiyinsin, ha? Keyin kiyinmashi, qo'ya hammasi yamoqyotgan ekan. Voy, mana shu ishni tegdi mehmonlar kutib tursangiz bo'ldi. Bo'l, kamchilik bo'lsa aytasan, xo'p? O'rtalarni joy tayyor. Tayyor, mana shu turing, mehmonlarni. Bo'l. Men qara. Men basharang bekitilmagan Fatin qani? Men nima sizga ayb ish qilib qo'ydimmi? Yuzini bekitishim kerak, ha? Erim yangi quda bilan tanishgandan beri ichadigan bo'lib qoldilar. Ha, sizdan so'rab ichadilarmi erkak quda? Opali, qo'chqorni ichishyapti yana. Xudo suvga ketardi. Oling. Nima to'p ketadi. Qanaqasi bu? Xonimlar va janoblar, mana shu kechamizning eng go'zal, chiroyli, mehribon. Qarang, voy, 9 oy qornida ko'tarib yurgan, kasal bo'lganlarda bedor yotgan. Voy, birga kasal bo'lganmiz bolam, esingdami? Onangni unutmagin, xo'pmi? Mana xudo. Voy, Xudo rosa tayyorlanibsiz, she'r yodlab. Asalkalarim, sizlarga baxt tilayman, kuyovga surpriz. Onajon! Onajon, rahmat sizga. Hammaga rahmat. Otajon. Vaqti. Rahmat. Boringlarga. Oy, indama, mashina beryapti, oyog'ini o'psam indama. Mashinaga dachaga olib chiqaman, to'g'riga borib kelaman, ikkalamiz maza qilib yuramiz. Mashinaga o'tib, so'rang. Baxtli bo'linglar. Baxtli qilaman qizingizni albatta. Albatta. Ana endi mehribon onalarimizni raqsga taklif qilamiz. Marhamat. Davlat boshimdagi toj, kuy alanga yangrar dilxiroj. Baxtu davlat boshimdagi toj, kuy alanga. Xudo joy bo'shadi, o'tiring. Albaring bosasiz. Odam o'tirib oldi-yu. Hozir bo'shaydi. Xonimlar va janoblar, hozirda kelinimiz kuyov uchun ajoyib surpriz tayyorlab qo'yibdilar. Quyosh kular jis ikkita asal qis soqqan sanar dirs olga bizani toshlatdaniz ikkala qo'y rulda lekin tana o'yinda o'tirmagin uyda birga Voy, mustahzotga o'ynasa bo'lmasmi? Sharmanda qildi voy kelin. Shu ham raqsmi voy? Voy, Xudo, nimaga asabiylashasiz? So'zini o'zim yozganman. Jis. To'ylar muborak. Bugun to'yimizga 3 yil bo'ldi. Va biz boshqatdan to'y qilishga qaror qildik. Qani ketdik. Kostyumni oldim, chiroyli bo'ldik va hech nimani unutmadik. Hattoki Bibisorani ham. Bibisora qizim yo'lda oxirigacha yig'lab ketdi. Xonzodani kelin ko'yli saloniga keldik va eng chiroyli kelin ko'ylini tanladim. Mani esa Nizashda haydab yuborishdi. Vau, ko'zimni ochib qarasamki, oldimda prinsessa turibdi. Xo'jayin birinchi marta meni kelin ko'ylida ko'rganlarida bunchalik emotsiya bildirmadilar. Bu safar menimcha juda ham chiroyli bo'lib ketganman-a. Va biz birgalikda Na. qilib romantika qildik. Shu yerda romantik musiqa bo'lish kerak edi, tayinli musiqa topa olmadik. Bunaqa issiqda kelin ko'ylak bijitib borar ekan. Kim senga kiydida? Shu payt qornimiz ochib ketdi. Va biz Dilshodan uzun ko'ylagi bilan gamburger yegani kirdik. Ana, kostyumimni ham kiyib oldim. Kuyovlik kostyumim ozgina kichkina bo'lib qoldi. Xotin zo'rda cho'tki qilib semirtirib boqqan. Kolyaskani ochishimga nechi? Kelin ko'ylak oyog'im ichiga kirib ketdi, ishoninglar. Esimdan chiqib ketdi unaqa uzun kelin ko'ylaklar kiyish. Ana endi bu yog'iga romantik musiqa ketadi va biz chiroyli fotosessiya qildik azizlar. Bu yog'iga o'zingizlar baho beringlar. Bizga baxt tilashni ham unutmanglar. Dilshoda! Kuylar dazmola bugun dugonalaring kelaman, chiroy bo'lib chiqay ular. Sen g'alatimizdan men kelin ko'ylak gaplashishim kerak. Avo, men razmerim 44. Tuflidimi ham men kelin ko'ylak deyapman. Dilshoda, mani limuzin tuflim qani? Vaqatdan bilma soat 12 da hozir kuyov keladi. Hali boshimni yuvganim yo'q. Yu buni. 60 blok napitga, 4 etajlik tort, 550 ta somsa, 15 tog'ora olivia salat, 1 damas salfetka. Yo aka kredit to'lamaymiz, o'z to'y qilamiz. 70 blok salyoni. Ha aka faqat tezroq kelinglar. Opa, samovarni qay qo'yay? Akam boshiga qo'y, yo'qol. Xo'p, men uyg'onganman, siz uyg'ondingizmi? Aka 500 ta tarvuz olib kelinglar tezroq. Aka, samovarni boshingizga qo'yar ekanman.
orqadagilar kimlar bular? Bular Karl uz dekorchilari, bularchi to'y marosimlariga cho'tki qilib dekoratsiya berishadi. Undan tashqari Meri Milan qilib berishadi. Meri Milan dekoratsiyasini qilib berishadi. Undan tashqari chaqaloq tug'ilsin uyingizga yoki roddomga dekoratsiya yasab berishadi. Mana hozir soat ertalab 6 dan kelib soat 9 da tugatishmoqchi. Tez ishlaydi bular. Ha, rus keldi. Men samovarni qayerga qo'yay? Savol senga. Gap bor, er qiladigan ham xotin, qaro yer qiladigan ham xotin. O'sha qanaqa yer? Asfalt yermi, beton yermi? Er qilgan o'sha men, значит betonsiz. Shunda qora asfalt bo'lganmanmi hozir? Dilshoda, singlim to'xta. Kelinlik qasamyodini qabul qil, keyin ketasan. Aka shartmasdir. Afama shartmas degan hamma joyda bala qilib, o'qitaysiz qasamyodga, ha. Men tug'ilib o'sgan uyimdan turmushga chiqib kelinlar safiga qo'shilayotgan ekanman. Qaynonamga, turmush o'rtog'imga yaxshi kelin, suyukli yor bo'lishga, erim bilan bo'lgan gaplarni tug'ilib o'sgan uyimga tashmaslikka. Bundan tashqari tug'ilib o'sgan uyimga narsalarni tashmaslikka. Akamni, onamni, otamni ko'zlarini chalg'itib, turli xil kartoshka, piyoz, sabzi, ko'kat, tovuq, o'rdak, xullas jonli va jonsiz narsalarni olib ketmaslikka. Ana shu joyga maza qilamanda. Va akamni ro'zg'origa aralashmaslikka tantanali ravishda. Aytdim o'tiga. Qasamyod qilaman. Agar qasamimni buzadigan bo'lsa, qaynonamning g'iybatlariga va qaynisinglimning, qaynopalarimning esa kesatuv gaplariga mubtalo bo'laman. Buni qabul qilindi, zakonni. To'ylar bor ekan. Bugun onajonim kelganlar. Sizlar uzoq bo'lsin, olqishlab qo'yamiz. Onajonim va qaynonam kelganlar. Ko'pchilik bilishadi, bizani juda sho'x farzandimiz bor, hali 1,5 yosh. Beminnat har bir ko'rsatuvda qarab turishdi. Rahmat aytmoqchiman. U yoqqa urdim, o'zimni bu yoqqa urdim. Bilmadim, mendan chiqmadi. San'atkor va boshqa kasb egasi bo'ldim, lekin orzuyim edi televideniyega chiqish, mana shu sahnalarga chiqish va shu orzuyimni amalga oshirgan ayolimga rahmat. Пошел ты! Пошла ты! Пошел ты!